To'polon assalomu alaykum. Backup YouTube kanali obunachilari. Mana yangi haftani ham boshladik. Hafta kuni yakshanba sanasi esa 18-yanvar 2026-yil. Backup YouTube kanalida sparklarni narxlar bilan usullar bilan to'xtalib o'tamiz. Kuzatishni davom eting. Mana sparkchalarni ham boshlab oldik. Motor 1.5 4 batareyali metan gaz qo'yilgan. ABS bor mashinamizda. Xullas balonlar salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi qo'l kiydirilgan mexanika korobkada. Xo'p. Salon holatlari zo'r to'xtabdi. Tak. Mashina orqa qismlari video registrator qo'yilgan. Aytganimizdek 4-batareyali metan gaz qo'yilgan. Adashmasam 90 talik. Yil nechidaysiz aka? 2019-yil ishlab chiqarilgan probegi 7,5. probeg Probeg 75 ta. 75 ming yurgan. Narxi qancha deyapsiz? 7,5. 7,5 aytishlar. 7 mingga bitadimi? Yo'q. Telefon nomeringiz? Yo'q. Telefon nomer 93lik 450 24 24. Backup hisoblanishlar aloqa ishlaydi bo'ladi. Kuzatishni davom eting. Hop, navbatdagi sparkchamiz ko'rishlaringiz mumkin. Kapta absofkalar qo'yilgan. Motorxonalar soatda ishlab turibdi. Hop, 1-2 motorda ko'rishlaringiz mumkin. Rul gidravlika. Tak. Balonlari archa balon qo'yilgan. Shoh qo'yilgan. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi holat qo'yilgan. To'lik, xullas olasiz, minasiz. Tak. Yil nechidaysiz aka? 2014. 2014-yil ishlab chiqarilgan probegi 114 ta. 114 ming yurgan. javob. Hamma Motor yog'i ochilmagan. radnoy. Metan Metan 2022 qo'yilgan. 2022 qo'yilgan ekan metan. Narxi qancha deyapsiz? Puli 5700 deymiz, kirishamiz ana. 5700 aytishlar tushib bergan joy bormi? Bor. Telefon nomeringiz? 91lik 922 2250. Backup hisoblanishlar aloqa ishlaydi bo'ladi. Kuzatishni davom eting. Sparkni avtomat korobka eng fulidan topib qo'ydim. Probegi ham kam. 4-batareyali propan gaz balonlar qo'yilgan. 1.5 motorda konditsioner bor. Ruli elektr bo'ladi. Xo'p, shoh zavodskoy, diska ham zavodskoy. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi holat keltirilgan. Aytganimdek avtomat korobkada zavodskoy magnitofoni probegi 34 ming kilometr masofani bosib o'tibdi. Xo'p. Bekafto. Ha, elektroniklar zavodskoy. Soch faralab qo'yilgan. Bagaj holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Video registrator. Tak. Yil necha aka? 2021-yil ishlab chiqarilgan. 34 ming probegi. Ha. Kraskasi qanaqa? Kraskasi radnoy deyapti. Narxi qancha deyapsiz? Narx 9 deyapmiz, kelishamiz. 8 mingga bitadimi? Bitadi. Telefon nomeringiz? Ha? Telefon nomeri? 99lik 777 31 83. Backup hisoblanishlar aloqa ishlaydi bo'ladi. Kuzatishni davom eting. Arzon Spark qidirayotgan akalarimizga ushbu videoni jo'natib qo'yamiz. Narxi hamyonbop mashina, shumzalatsiya bo'lmagan. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi holat keltirilgan mexanika korobkada. Probegi 155 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Xo'p. Orqa qismdan ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Hozir egalaridan ma'lumotlarni olamiz. Vertiflektorlar qo'yilgan. Xo'p, aka, yil nechi? 12 yili. 2012-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 4300 kam bor. Undan sotib beramiz. 4 mingga qo'ysak bo'ladimi? 4200 qo'ying. Telefon nomeringiz? 93lik 097 8048. Backup hisoblanishlar aloqa ishlaydi bo'ladi. Kuzatishni davom eting. Sizlar uchun Matiz narxida Spark mashinasini topib qo'ydim. Tak, to'g'rirog'i yaxshi Matizning narxida. Motorxonadan ko'rishlaringiz mumkin. 1-2 motorda ABS yo'q ekan.
gidravlika standart rangda. Shimzalasi bo'lmagan mashinamiz salon holatlarni ko'rishingiz mumkin. Birinchi politsiya yaxshi holatga keltirilgan. Xullas mashinamiz idealni bo'lib turibdi. Tak, shoh qo'yilgan. Bagajxonalarni ko'rishingiz mumkin. Benzindan aka yo propandan? Propanmi? Propan, tablet. Propan tabletga gaz ballonlar qo'yilgan. Xo'p, yili nechi dedingiz? 14. Yil 2014-yil ishlab chiqarilgan 1.2 motor birinchi paytsan. Birinchi pozitsiya 1-2 motor. Xo'p. Probega 2 kurgdaysiz a? 200 km masofani bosib o'tgan. Narxi 4800 deysiz a? Bek avtonomdan chiqsalar 4.5 ga bitadi. Bitadi. Tamam, telefon nomeringiz? 411 91lik 411 95 57. Bek avtomobillar aloqasi sizlar bilan kuzatishni davom eting. Spark'ni avtomat korobkasidan va kam probegdan so'rayotgan akalarimiz uchun Spark'ni avtomat korobkasidan topib qo'ydim. Xo'p, orqada zavодskiy ikkita parktroniklari ham bor, ko'rishingiz mumkin. Shoh, diska balon hamma yog'i radnoy. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chuqur kiydirilmagan, polik tashlangan avtomat korobkada zavодskiy monitorda probeg 32 km masofani bosib o'tgan. Xo'p, tak. Yili 2022-yil ishlab chiqarilgan. Probega 32 000 km masofani bosib o'tgan. 9000 deysizmi narxini aka? 9000, 9000 qilaylik endi. Ebe, telefon nomeringizni ayting. 94lik 878 0910. 9300 deyishyapti. Aloqa qilsanglar bo'ladi, kuzatishni davom eting. Yana bitta sizlar uchun Spark arzon narxdagidan topib qo'ydim. Rangchasi ham oppoq turibdi. Kraskasi qanaqa ekan buni? Yo'q bor. Kraskasi u yoq bu yoqda bor. Tekshirtirib olasizlar. Chiqar kiydirilgan, monitor qo'yilgan. Xo'p, holati yaxshi holatda turibdi. Metan gaz ballonlar qo'yilgan. Mashinamizga orqa holatlari. Tak. Xo'p. Yili 14 deysiz a? Yili 14 metanda 90 ta yurgan. Yo'q bu kraskasi bor, chiqol pollik, monitor, hamma narsasi tax. $4700 versa beramiz oxiri. To'ylarni bo'lmaydimi? Yo'q, to'ylarni emas. 4600 ga beramiz ham. Telefon nomeringiz? 94lik 878 0910. Bek avtomobillar aloqasi sizlar bo'ladi, kuzatishni davom eting.